Sizning uyingizda ham mana shunaqa sifatli patologlar bo'lishini xohlasangiz, unda siz videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar narxlari haqida ham bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Xonamizning razmeri 3.50 ga 9.70. Bu xonamizda общий kvadrati 34 kvadrat bo'ladi. 34 kvadrat xonamiz hisoblanadi. Общий summasi $1250 ga bitgan. Navbatdagi xonalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Bu xonamiz koridor qismi hisoblanadi. Bu yangicha dizayn. Xonamizda общий razmeri 3 ga 2.5 hisoblanadi. Mana shu ko'rib turgan oq MDF'imizning tagi sekretkali bo'lib yonadi. Ayrim bir sabablarga ko'ra buni hozir yoqish imkoniyati yo'q edi va ko'rib turganlaringdek korobkaga ulanmagan. Shuning uchun yechib qo'yasizlar. Bu xonamiz ham yangicha dizaynda ishlangan. Xonamizning razmeriga keladigan bo'lsak, 3 metrga 520. Ko'rib turgan bu patologingiz общий 70 kvadrat hisoblanadi. Общий hisob-kitobda bu $2400 ga bitdi mana shu patologimiz. Agar kimga mana shunaqa MDF patolog xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, sifatli pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.